Juda ham ko'p psixologlarning kurslarida qatnashgan, psixologlar juda ham yaxshi biladi. Lekin aynan o'zi xohlagan natijani ola olmagandan keyin, meni kursimdan keyin mana hozir aprel oyida xudo xolisa to'yligi. Xo'p, sizni kuzatayotgan odamlar hozirgi kunda, Davud, hozirgi holatingizni ko'rib havas qilishadi. To'g'rimi? Lekin men sizni oldingi holatingizni ham bilaman. Birinchi marta kelganingiz deydi-ku. Siz o'sha paytda ichingizda qanaqa og'riq bilan yashayotgan edingiz? Ichimda og'riqlarim ko'p bo'lgan. Misol tanlamaslik hissidan boshlashim mumkin. Chunki juda ko'p sovchi kutganmiz. Misol yoshim уже 30 dan oshgan bo'lsa, juda uzoq vaqt sovchi kutganmiz. Har gal menga o'sha sal bo'lsa ham yoqadigan yoki bo'limini yoqadigan variant bolalar xuddi menga uylanadiganday munosabatda bo'lishardi-da. Yo'q bo'lib qolishardi. Men sразу abidaga kirib, o'zimdan ayblab, o'zimni kakani aybdorlik hissiga kirib ketib qolardim-da. Yo'q bo'lib qolganda. Yo'q bo'lib qolganda. Chunki men umidvor bo'lib qolardim-da, что bo'ldi, уже to'y bo'lar ekan degan ma'noda o'zimga o'zim xotirjam bo'lib, har gal shunaqani xotirjam bo'lgan paytim u уже yo'q bo'lib qolsa, men уже tushkunlikka tushib qolardim. Bunaqa vaziyatlar juda ko'p bo'lgan. O'sha paytda o'zimga o'zim savol berardim. Menda nima noto'g'ri? Kimdan nima kam joyim borki, menda bunaqa bo'lyapti. Aynan men bilan bunaqa vaziyatlar bo'lyapti deb. Chunki Xudoga shukr, ko'rinishim, gap so'zim, yurish-turishim, xullas har tomonlama o'zimga normalniy o'sha jihatlarim bo'lgani uchun el qatori, hamma qatori qiz bo'lganim uchun o'zimga aytardim. Meni nima kam joyim borki, meni hech kim tanlamaydi deb ko'p o'zimni ustimda shu savolda izlanganman-da. Ko'p psixologlarga borganman, lekin hech kim meni og'riqlarim bilan 100% ishlab bera olmagan. Bir kuni video chiqib qoldi. To'g'risi qaysi anaqada ko'rganimni eslolmayman, lekin aynan sizni videongizni ko'rganimda, bu точно meni ustozim bo'ladigan inson deganman. Точно deganman. Sizda ishonch paydo bo'lgan. Qarang, aniqroq aytadigan bo'lsak, sizni eng ko'p qiynagan narsa nima edi aynan o'sha paytda? Turmushga chiqa olmaslik. Munosabatlarni oxirigacha bormasligi. Nikohgacha bormasligi. Xo'p. Siz ko'p psixologik kurslarga qatnashgansiz, lekin baribir ichingiz o'zgarmagan. Nima yetishmagan edi o'sha paytda? Nima deb o'ylaysiz? Aynan boshqa psixologlarga borganingizda. Misol uchun ular meni shu imенно mana shu hozir gaplashayotgan anaqalarimiz bo'yicha to'liq ishlab berisha olmagan. Ular doim sayoz tushuntirishardi-da. Misol juda qimmat psixologlarga borganman. Men uchun bular qimmat. Misol har bitta darsiga $100 to'lab o'qigan ustozlarim bo'lgan. Hammasini hurmat qilaman, lekin ularning taktikalari menga 100% tushmagan. Sababi men o'zim ichimdan bilib turardim, menda aynan nima og'riqlar bor, nimalar bilan ishlashim kerak, lekin aynan o'shalar bilan to'liq ishlab beradigan programma menga berishmagan. Demak, yechim berishmagan. Yo'q, yechim 100% bo'lmagan. Aynan menda yechimni nimalarda ko'rgansiz? Qaysi texnikalarni ko'rgansiz? Oila iyerarxiyasi, loyalnost. Shular bilan ishlaganimda ko'p chiqib kelgan. Asosan shular bo'yicha chiqqan juda ko'pi. Travmalarim bilan ko'p ishlaganman, shularga asoslanib. Juda ko'p narsalar. Terapiyalar orqali. Terapiya, kvant, hammasi. Quruqqina texnika oq qog'ozga yozib o'tirgandan, demak, foyda yo'qligini, ya'ni jonli tarzda transformatsion terapiya kerakligini tushunganmisiz shunda? To'g'risini aytaman, boshida darsga kirib olganimda bilganman, что bu dars meni oxirigacha olib borishini, lekin menda o'sha og'riqlarimni uchi bo'ladi, mana qayerdan boshlashim kerak degan anaqa savol bo'ladi. O'sha savolimga javob topa olmay qolganman. Misol gruppovoy qizlar bilan ishlashayotganda hamma menda bunaqa natija, menda bunaqa deyapti-da, men aytibman, men nima qilishim kerak, qayerdan boshlashim kerak, shunaqa savol ketyapti-da. O'sha paytda meni terapiyaga chaqirishgan. Terapiyaga chaqirishganida o'sha aytayotgan ipimni uchini topib olganman-da. O'sha terapiya orqali topib olib, "Vot, mana topdim, наконец-то" deganman, bo'ldi, u yog'iga bosganman. O'shani ketidan chiqib kelavergan, o'sha yog'iga oxirgi ildizigacha tushganman. Men har bir mijozimni bilasiz, juda yaxshi bilaman. Sizda ham bir o'tmish bor, bir og'riq bor. Bir voqea bor. Bir vaqtlar siz munosabat qurmoqchi bo'lgan inson bilan neudachniy bo'lgan. Va shu vaziyatni siz esla olasizmi?
Примерно esimda. Aha. O'sha kuni siz ko'proq uni yo'qotdingizmi yoki o'zingiznimi? Nima bo'ldi ichki kechinmalaringizda? Yo'q, ko'proq o'zimni. Mhm. Chunki men o'sha paytda o'ylaganman, чтобы uni yo'qotdim deb o'ylaganman. Aslida o'zimni ko'proq yo'qotganman. O'z holatimdan chiqib ketib qolganman. Odam baribir hayotda o'zini birinchi o'ringa qo'yish kerakligi haqida men keyinroq bu tushunchaga ega bo'lganman. Lekin aynan o'sha vaqtda men uni yo'qotdim deb o'ylaganman. Aynan o'shanda qarangda, ichingizda nima hissiyotlar bor bo'lgan, nima programmalar bor bo'lgan? Aybdorlik, nafrat, keyin g'azab ham bo'lgan, vaqtingizga achinasiz, ketqizgan anaqalaringizga nima deydi, har xil kechinmalaringizga achinasiz, Ishonchingizni yo'qotasiz. ishonchingizni ham yo'qotasiz. Nima aybim bor deb o'zingizga ko'p savol berasiz. Qayerda adashdim deysiz, nimaga men bilan bunaqa bo'ldi deysiz. Keyinchalik bilganman, чтобы aslida u как qo'pol qilib aytganda anaqada illyuziyada, как бы o'zingizni og'riqlaringizni orqasidan kelgan odamda aslida u aslida haqiqiy sizni taqdiringiz emas. U narsani bilganimda, vohiyroq qayerda edingiz ustoz deganman. Necha yillik munosabatingizda agar sir bo'lmasa? Necha yil kutgan edingiz? Ishonchlar bilan deydi-ku. Yo'q, shuni aytmay qo'ya qoling. U narsa sir bo'lib qolsin, lekin vaqti qisqa emas edi. Yo'q, umuman. Ishongan edingiz aniqligiga. Xo'p, qarang. Aynan o'sha voqeadan keyin o'zingiz haqingizda nima deb o'ylay boshladingiz? Уже tushkunlikka tushib, уже o'zimni nima deydi, balkim turmushga chiqish vajli narsa emasdir, balkim birinchi karyerani qilganim tinchroqdir. Karyera qilib qo'ya qolay, turmushga chiqishga ham ulgurarman, sal o'zimga kelib olay. Yana shunaqa vaziyat bo'lsa ko'tara olmayman. Yana bir marta nima deydi, og'riqqa bardosh bera olmayman deb уже o'zimga o'zim har xil anaqalar boshlangan, bahonalar. Munosabat temasini o'zingiz yopgansiz. Karyerani tanlagansiz. Chunki og'riq borligi uchun u yoqda. O'sha payt erkaklarga bo'lgan qarashingiz qanaqa bo'lgan? Umuman ularni ko'rmasdim. Yana qaramasdim, e'tibor bermasdim. Menga kelib kimdir nimadir desa, men hayron bo'lardim. Nega menga gapiryaptilar? Men o'zimga qaramayman, o'zimga e'tibor ham bermayman. Dash hayron bo'lardim menga kelib kimdir gapirsa. Meni nimam tortibdi? Men tortadigan narsam yo'q-ku derdim o'zimga o'zim. Shunaqa anaqalar bo'lgan. Atak даже noloyiqlik hissi ham bo'lgan. Demak, men munosabatga ham va shu insonga ham loyiq emasman. Xo'p. So'rab ko'rmaganmisiz? Hozir bor sun'iy intellekt ChatGPTdan so'rab ko'rmaganmisiz? Qanday qilib men endi munosabat shu og'riqlardan chiqishi mumkin? Munosabatim to'g'rilashi mumkin? Yo'q, ChatGPT to'g'risini aytaman. ChatGPT unaqa unikalniy emas. Odamlar endi qanaqa tasavvur qilishadi bilmayman. ChatGPT bilan ham suhbat o'tkazib ko'rganman, lekin ChatGPT haqiqiy ongli insonchalik tushuntirmaydi. Misol, siz tushuntirganchalik ChatGPT hech qachon tushuntirib bera olmaydi. U darajagacha hali qachon yetib boradi bilmayman. Lekin hech qachon tushuntirib, ChatGPTni siz to'g'rilashingizga to'g'ri keladi. Siz bilmaysiz hech nimani. Lekin siz unga aytasiz, "Voy, to'xta, boshqa joyga o'tib ketding. Qayt orqangga, men mana haqida gapiryapman" deb siz uni to'g'rilashingizga to'g'ri keladi. Demak, bunaqa vositalar aynan og'riqni yechimi emas. Yo'q, umuman yechim emas. Ichingizda menga normal munosabat bo'lmaydi degan fikr bormidi o'sha paytlarda? Ya'ni sog'lom, o'zingiz xohlagandek munosabat. To'g'risini aytsam, bu haqida o'ylashga ham qo'rqardim. Qo'rquv bor edi. Nima uchun qo'rquv bor edi? Endi munosabat oxirigacha boravermagandan keyin, qo'rqib qolganimdan keyin даже shunaqa qo'rquv bo'lganki, lutchi turmushga chiqmay qo'ya qolaman. Bir kun o'sha bola boqib olaman-da, karyeramni qilaman-da, o'sha eplab yuraveraman oilamni degan qo'rquv bo'lgan to'g'risi. Hamma bir xil bo'ladigan bo'lsa, hamma erkak shu bo'ladigan bo'lsa, shunaqa. Turmushga chiqmay qo'ya qolaman. Ko'nglimdagida inson yo'q bo'lsa, agar bu hayotda o'sha chiqmasa, endi uydagilar ham конечно majbur qilishgan, boshqa qilishgan. Men menga tevaver, hamma bir xil. Nimasini tanlayapsan? Nima anaqa senda muammo deb. Unaqa bo'lsa ham, bunaqa bo'lsa ham bir xil bo'lib ketadi deb hamma meni ugovorить qilgan paytlar bo'lgan. O'sha paytda ham aytardim.
Yo, lutchi bitta o'zim yashasam ham o'zim xohlaganda yashayman. Lutchi og'riqlasiz, Aha. qiyinchiliklarsiz. Demak, o'sha paytdagi qarashda munosabat bu og'riq. Aslida uni o'zing eplolmading, lekin og'riq. Og'riqli bo'lgani uchun, aynan o'sha jarohatli, travmalar ishlanmaganligi uchun unga borishdan ko'ra voz kechib, qo'rquvda yolg'iz o'tishni tanlash, karyera qilish va kerak bo'lsa farzand boqib olish tanlamoqchi bo'lgansan ichingda. Aha, yangidan kashf qilyapman juda ko'p. Keyin ishlash jarayonida bir narsani ochdik. Sizda ichki qarshilik bor edi. Esingizdan bu qayerdan kelgan edi? Ichki qarshilik. Nimaga nisbatan edi ichki qarshilik? Munosabat hozir. Munosabat bo'lsa, o'sha qo'rquvlarim orqasidan kelgan deb o'ylayman yoki. Qaysi qo'rquvingiz yetaklanib kelgan? Qo'rquvlar ko'p bo'lgan. Aynan qaysi biriga yetaklanib kelganini aniq bilmayman. Ikkitasini ayting, siz uchun eng qo'rqinchligi. Ichki qarshilik. Ichki qarshilik seksga nisbatan bittasi. Intimniy munosabatlarga Intimniy munosabatga nisbatan. Qo'rquv bor edi. Yana tashlab ketilish ikkinchisi. Tashlab ketilish. Mana shu ikkita qo'rquvingiz sabab ichki qarshiligingiz kuchli edi. Aha. Sizda doim hamma to'xting. Bu hissiyot o'zi sizni qayerlarda to'xtatib qo'yayotgan edi? To'xtatib qo'yishi jiddiy munosabatgacha olib bormasdi-da. Demak, munosabatlaringizni jiddiylikka ko'chirmas edi. Yo'q. Sizda doim hammaga qarzdorman degan hissiyot bor edi. Shu hissiyot bilan yashash qanday ekan? Чувство долженства. Bor bo'lgan bunaqa narsa. Xuddi mana misol kimnidir ko'yniga qaramasam, kimnidir ko'ynidagi narsasini qilib bermasam, u mendan xafa bo'lib qoladi yoki men qilib berishim kerak degan narsalar ko'p bo'lgan, juda ko'p bo'lgan. Kerak bo'lsa hamma narsamni berib yuborsam-da, lishba hech kim mendan xafa bo'lmasa. Shunaqa narsa bo'lgan. Men oxirgi o'rinda qolib ketsam ham, hammadan rozi bo'lish kerak. Hammadan rozi bo'lish kerak. Hammani rozi qilish kerak. Hammani rozi qilish. Hammani rozi qilaverib nima bo'ldi keyin oxiri? Oxiri bum bo'ldi. Bum bo'ldi. Ya'ni yilingizni yo'qotdingiz, yoshingizni, ayolligingizni yo'qotdingiz, to'g'rimi? Xo'p, siz aytdingiz, hayotingizga sizdan foydalanadigan erkaklar ham kelgan. Oldin bunga hech e'tibor berganmisiz? O'zi qanaqa bo'lgan? Yo'q, e'tibor bermaganman. Boshini o'zida o'sha narsani to'xtatishga harakat qilganman. O'sha narsani o'zi ham o'sha menda intuitsiyaga o'xshash narsa ham bo'lgan, to'g'risini aytsam, o'sha misol sizdan foydalanmoqchi bo'lgan odamlarni baribir sezasiz-ku. O'sha narsani, o'sha narsani o'zida уже to'xtatardim. Yo'q, cho'ta bu menga yoqmadi. Точно bu yaxshi odam emas degan narsalar bo'lardi. Mendan foydalanish uchun keldim. Xo'p, qachon tushundingiz? Muammo o'lida emas, aslida sizda ekanligi. Shu kursda o'qiganimdan keyin, turmushga chiqish bo'yicha kursda o'qiganimdan keyin 100% ochildi-da. Savollarimga javoblarni yo'li 100% ochildi. O'shanda dedim, mana bor ekan u haqiqat dedim. Qayoqda jinni domlalarga borib, miyalarimni chalg'itib, o'zimni asabimni ketkizib yurgan ekanman dedim. Domlalar deganingizda bu hozir yangi zamon so'qishlarimi shunda? Yo'q, unaqa emas. Как бы aytishadi, misol, mana buni nafasi yaxshi, yo'llaringni ochib beradi. Baxti ochilib ketadi. Yo'ling yopilib qolgan, kimnidir ko'zi teggan, shunga o'xshash gaplar ko'p bo'ladi-yu. O'sha ma'noda endi unaqa katta kichkina gapiga quloq solib, baribir endi har xil anaqani qilib ko'rganmiz. Alloh beradi. Hammani jufti bor. Shunday qilib, mana shunday miflarga ishonib, necha yilingiz? Necha yoshga chiqdingiz? 30 dan oshdimda. 30 dan oshdingiz. Aynan shu miflarga ishonib, to'g'rimi? Mana o'qimishli, karyera qilgan, adekvatniy insonsizda. O'zi meni auditoriyam shunaqa, adekvatniy o'qimishli qizlar, hammasi karyera qilgan. Bitta narsangiz meni hayratlantiradi. Nima uchun shunaqa adekvatniy o'qimishli qizlar aynan shunaqa domlalarga ishonib qoladi? Ularga ham o'zidan o'zi ishonib qolmaysiz, to'g'ri. Misol, o'zingizga o'xshagan adekvatnilar tavsiya qiladi boshlanishiga. Keyin tavsiya qilishgandan keyin o'ylaysiz, mendan ham anaqa bo'lib turib, shu ham darajada anaqa qilyapti, balkim bitta ko'rib oqsammikin deysiz. Keyin u yoqqa borganingizdan keyin ular aytishadi, "Sana точно mana bunaqa bo'lgan.
точно senga mana bunaqa qilishgan bo'ladi. Keyin aytasiz, voy rostdan shunaqa bo'lsa-chi, endi nima qilaman? Agar sen mana bunaqa qilmasang, mana bunaqa bo'lib ketadi deb siz qo'rquv, nima deydi, odam qo'rquvli narsalarga tezroq ishonadi-da, ya'ni yomon narsalarga tezroq tortib ketadi deydimi nima? Tushuntirib bera olmayman bu narsani, lekin o'sha sizni og'ir qo'rqitadigan narsalarga ko'proq odam ishongani uchun ham o'shanga tezroq ketib qoladi-da odam. Men bu qiynalib bo'lsa ham o'sha o'zingizni o'sha natijaga olib chiqadigan yo'ldan ko'ra bir qismini berasiz-da, osongina sizni olib borib qo'yaman deydi. Endi bu bilan folbinli emas, o'sha yo'lingizni ochib beraman deydi. Misol sani baxt yo'lingni ochib beraman, u qilaman, bu qilaman deydi. Sani yo'lingni yopib qo'yishgan deydi, hamma narsa deydi-da. Siz qo'rqib ketasiz. Menga shunaqa qilisharmikan, shunaqa odam bormikan deb o'sha esingiz chiqib ketadi, siz ularga ishonib qo'yasiz-da. Demak, men noto'g'ri ish qotgan ekanman. Davay shunga yana qilib ko'raychi deysiz-da, hali $100 ketadi, hali $200 ketadi, nechta go'sht puli ketadi, hali yo'lingiz ochilmaydi, nechta qo'y puli ketadi, hali yo'lingiz ochilmaydi, oxiri aytasiz, jonimga tegdi, pulim qolmadi o'zi, bo'ldi, to'xtataman, bormayman deysiz. Pulingizni oxirigacha olishadi. Aha. Lekin psixologik kurslar qimmat. Odamlarning tilida qimmat, aslida qimmat emas. Aha. Xo'p, endi shu nuqtada boshqa bir savol bermoqchiman. Aynan men bilan ishlashni boshladingiz, ya'ni Shohstabon Usmonova bilan. Rostini ayting, yana bir psixologga ishonish oson bo'ldimi, yo'qmi? Aynan menga. Shuncha odamlarni ko'rib kelyapsiz, o'sha sizda katta tajriba bor. O'sha hozir aytib o'tganimdek, menda ichki intuitsiya deydimi, nima deb tushuntiradi bilmayman. Menda shunaqa narsa borki, o'sha odamlarni kuzataman-da, kuzatuvchanlik bor menda o'zi aslida. Kuzatayotganimda sizni tanlaganim uchun juda ko'p psixologlarni kuzatganman. Juda ko'p darslar chiqardi, o'tda o'tkazib yuborardim. O'sha sizni o'sha videoda anaqangizni ko'rganimda aytganman, yo'q, buni o'tkazib yubora olmayman. Chunki bu aynan shu ustoz meni natijaga olib chiqadi, katta ehtimol bilan deb ichimda qanaqadir ishonch paydo bo'lgan. Menda shunaqa odat borki, tavakkalchiman, juda katta tavakkalchiman. Nimadirga ishonib qolsam, nimadirga umid bilan qarasam, ichimda nimadir shuni точно to'g'ri, sen shu yo'ldan ketishing kerak desa, hamma narsamni yig'ishtirib o'sha yo'ldan ketaman. O'shaning uchun hech ikkilanmasdan, uzoq o'ylamasdan sizni tanlaganman. Даже kechga qolib ketmay ulgurib olay deb pul to'lab qo'yishga harakat qilganman. Aha. Jarayonda qaysi bitta fikr o'zgargandan keyin ichingiz yengillashdi? Ya'ni siz keldingiz baxtli nikohga va biz ishlashni boshladik. Aynan qaysi fikringiz o'zgardiki, уже o'zingizni yengil his qila boshladingiz? Juda ko'p noto'g'ri yo'llarda yurgan ekanman dedim. Juda ko'p noto'g'ri taktikalarni tanlagan ekanman dedim. Sizni darsingizga kelgandan keyin aytdim, vohliroq qayerda edingiz? Mana shu yerda ekan u hamma yo'l. Qatlarda adashib yuruvdim, shuncha vaqtimni ketkazib, necha yil, bir 10 yil, 20 yil, endi mayli 15 yil хотя бы oldin ko'rmaymanmi shu odamni dedim to'g'risi. O'shanda ketkazgan umrimga afsuslandim. Vohliroq ko'rganimda shuncha xatolar bo'lmasdi dedim. Hozir 2-3 ta farzandli bo'lib o'tirgan bo'larmidim degan narsalar o'tdi mayli. Hech qachon bo'lmagandan ko'ra, kechdan ko'ra bo'lgan yaxshi. To'g'ri. O'sha momentni eslaysizmi, ichingizda nima bo'lgan edi? Aynan qaysi moment? Shu fikringiz keldi, afsus bo'ldi. Yo'qotgan vaqtimgami? Da. O'sha aytganimda, o'sha sizdagi o'sha darsliklar davomida ochib beriladigan o'sha ketma-ketliklar bor-ku, misol men bu yo'lni tanlasang, men bu anaqalaringni yechasan, travmalaringni yechasan. Men bunisiga o'tganingdan keyin ikkinchi travmalaring yechiladi. Ikkinchisini oxirigacha ishlab o'tganingdan keyin uchinchisi yechiladi deb ko'p ta'kidlagansiz. Siz даже umumiy qilib cho'tka qilib ochib bergansiz hammani og'riqlarini, travmalarini, ularni qanaqa qilib ishlab yechishi. Uni bitta eshitgan odam tushunib olmaydi, chunki uning uchun katta ong kerak, katta kalla kerak. Uni qayta eshitib, odam ustida ishlagan sari ochilaveradi, yo'llari ham ochilaveradi. Bu bilimlar umringizni oxirigacha 100% yetib beradi. O'lguningizcha. Bu bilimlar bilan siz bemalol aytishingiz mumkin, bo'ldi, menga boshqa hech kim kerak emas, boshqa hech nima kerak emas, to'g'ri yo'lda ketaman уже deya olasiz. Demak, munosabatlar temasini yetarlicha o'zingiz uchun o'zlashtirib oldingiz. Ha.
bugun hayotingizga qarasak, erkaklar bilan vaziyat o'zgardimi? O'zgardi. Aha, qanaqa vaziyat? O'zimda ham o'zgardi, ularda ham o'zgardi. Oldin nuqul ziqna erkaklar kelardi. Sizga umuman pul sarflamaydigan. Umuman pul sarflamaydigan, ziqna. Balki siz olamasdingiz. Balki men xohlamasdim, to'g'ri. Noloyiqlik hissi bo'lganda. Keyinchi? Men oldin o'ylarkanman, men erkaklarga mos bo'lishim kerak deb o'ylarkanman. Chunki meni atrofimda har xil odam bo'lgan, menga ta'sir doirasi ham juda kuchli bo'lgan. Menga ko'p aytishardi, bunaqa yurma, bunaqa kiyinma, bunaqa gapirma, o'zingni bunaqa tutma, bunga bunaqa munosabatda bo'l, unga bunaqa munosabatda bo'l. Meni polniy ramkada olib yurishganda, o'zim bilmagan holatda. Uni odam e'tibor bermaydi, lekin tashqaridan qaralganda polniy ramkada yashaganman. Kattalar gapiryapti deb xo'p deganman. Yo'q deyolmaysiz unaqa payt. Men o'zimcha o'ylardim, endi shu ta'sir doirasida erkaklarga nisbatan men o'zimni o'zgartirishim kerak deb o'yladim. Misol, menga qanaqadir xarakterdagi odam taqdirim bo'lib kelsa, men u uchun o'zgarishim kerak deb o'ylardim. Shu tushunchalardan kelib chiqib, shu ta'sir doirasidan kelib chiqib. Lekin bir kun shunaqa narsa chiroqdek yondi, aytayotdi, ichimda bitta gap aytayotdi, уже mana shu bilimlarim orqasidan keyinchalik xulosa kelyapti-da. Yo'q, deyapti, nimaga? Sen adashyapsan. Sen ularga mos bo'lishing shart emas. Naborot, haqiqiy erkak deyapti-da. Endi men haqiqiy erkak deb tushuntiraman. Aslida hamma haqiqiy erkak. Ichimda shunaqa gap ketyapti. Saniki bo'lgan erkak deyapti. O'sha yigit deyapti, seni borincha qabul qiladi. Seni kamchilik qidirmaydi, ayb qidirmaydi. Chunki ko'chalarda ko'ramiz, havasimiz keladigan o'sha yigitlar ham o'tmishi hamma narsa bo'lgan qizlarni tanlashadi-da. Biz og'zimizdan ochib turamiz. Qanaqasiga shunaqa bo'ldi? Biz ham loyiq edik-ku o'sha insonga deymiz-da. Qanaqa qilib bizga o'xshagan qiz emasdi, unaqa qizni tanladi deb o'zimizga ko'p savol beramiz. Solishtiruv. Endi solishtiruv bo'ladi-da, endi to'g'ri ma'noda aytganda. Lekin o'sha paytda o'sha darslar davomida keyin xulosa qilamizki, u qiz o'sgan qiz ekan, u qizni o'ziga bo'lgan samotsenkasi baland ekan. U qiz loyiqlik hissi kuchli ekan. U qiz bilarkan, чтобы o'zini qanchalik qadrliligini, kim uchun loyiqligini. Biz ham, misol, men ham o'shanda aytdim, demak, men ham loyiqman. O'sgan, garmoniyada yashashga, o'zimdan ham balandroq o'sgan insonga loyiqman deyishni boshladim. Ko'p aytmadim, unaqa ko'pga ham bormadi bu gaplarim. Sirazi uchib keldi. Sovchilar chiqishi boshlagandan keyin sizga qanaqa ta'sir qilish boshladi keyin? Adekvatno. Уже o'sgan yigitlar kelishni boshladi. O'sgan, uylanmagan. Kelishgan. Ustingiz ishlaganingizdan keyin, ya'ni siz xohlagandek erkaklar. Xohlagan, uylanmagan, karyerasi bor. Institut bitirgan, ko'p. Institut bitirgan, bitirayotgan, juda anaqa уже fikrlash doirasi keng. Misol, menga chegaralar qo'ymaydigan, misol, menga ramka chizmaydigan insonlar kelishni boshladi. Demak, o'zingiz o'zgarganingizdan keyin. Oldingi muxlisa bunga ishonarmidi? A tochkadagi muxlisa. Yo'q, unchalik ishonmasdi. Nima uchun? Sabab? Qo'rquvlar bor edi baribir. Qanaqa qo'rquvlar? Kelmasachi, balki men unaqa odamga noloyiqmanmi yoki nimadarim o'zgartirishim kerakdir. Xullas, kelsa ham men o'zgarib berishim kerak deb o'ylardim-da, ya'ni. O'sha odam kelsa ham men baribir qattimidir o'zgartirib ko'rsatishim kerak deb o'ylardim. Demak, ishonch yo'q edi va qabul yo'q edi. Siz kutganingizdan ham yaxshiroq insondan sovchi kelganda ichingizda nima bo'ldi? Nima paydo bo'ldi shunda? Ichimdami? Shuncha yo'qotganlarimga shukr qildim. Kapalakchalar. Yaxshi ham men o'sha tanlamoqchi bo'lgan insonlar mendan tanlamagan ekan degan shukr bo'ldi. Va o'zingizdan ham a'losi. Minnatdor bo'ldingmi? Yaxshi ham men o'sha yerda qat'iyat bilan ishlagan ekanman. Ustimda ishlagan ekanman. Agar ishlamaganimda edi, nima bo'lardi? Rasvo bo'lardi. Hozir qanaqa holatda o'tirgan bo'lardi? Yo'q, uni darajada tasavvur qila olmayman. Tasavvur qila olmaysan. Dedom atrofda yurgan bo'larmidi? Bitta bola kerak. Xo'p. Yangidan kashf qildim shu joyini deydi-ku. Xo'p, faqat shaxsiy hayot emas, ichingiz o'zgargach karyerasiga ham ta'sir qildimi?
qanaqadir ish bo'yicha ham sinnislaringni qo'yishni boshladingmi что menga bu ish to'g'ri kelmaydi bu ish menga to'g'ri keladi degandek o'zgardi fikrlashim o'zgardi уже sohamni ham alishtiryapman и xalqaro buxgalteriyaga qiziqishim oshdi и уже o'sha sohaga qarab ketyapman demak o'zingni qadringni qo'shishni boshlading ishda ham ho'p agar o'sha paytda mana shu qarorni qilmaganingda ya'ni ustingda ishlash baxtli nikohga yozilish shohsa usmonov yoniga kelish degan qarorlarni bermaganingda bugun qaysi tochkada o'tirgan bo'larding haliyam a tochkada o'tirgan bo'lardim 45 50 60 o'limimni kutayotgan bo'lardim yana bitta shu yerda qiziq o'rinli savol man o'zimni fikrim bor qizlar aytadiki hech bo'lmaganda ikkinchi ayol bo'lib tuqqan bo'lardim yo'q hech bo'lmaganda yo'q u yo'qmidi hech qachon hech chunki qachon bilasanmi ikkinchi ayollik hamchi noilojlikdan tanlanadi chunki уже vыбор kamayib ketadida 40dan keyin qarasa уже вот farzandli bo'lishi kerak baribir-ku ayollikni his qilish kerak лучше вот ikkinchi bo'lsak ham bo'laveradi degan narsa keladi to'g'risini aytsam mani og'riqlarim 16-18 yoshimdan boshlangan to есть og'riq emas shu turmushga chiqishga bo'lgan kutuv deydimi niyat deydimi o'shani oldingizga yig'ib kelib olasiz-ku maqsad deydimi niyat deydimi yig'ib qo'yib olasiz-da unga tikilib o'tiraverasiz-ku o'sha yillar davomida o'shanga tikilganim uchun ham men hech qachon qabul qilmasdim чтобы uydagilarim ko'p aytishardi ajrashgan bo'lsa ham tevur nima farqi bor sanga tevur deyishardi tesing o'sha yaxshi odam ekan zo'r oila ekan nimasi yoqmayapti deyishardi даже uchrashuvga chiqishni xohlamasdim yo'q qilinglar tegmayman bitta o'zim qolib ketsam ham tegmayman derdimda bu dunyoda inson zoti qolmasa ham tegmayman derdimda shu darajada jahlim chiqardi nimaga chunki men bolalikdan orzu qilgan orzularimni ustini bosib o'tib ketishni xohlamasdimda orzularga xiyonat qilishni xohlamasding hozir mana sani o'sha eski holatingda o'tirgan qizlar kuzatyapti va eshityapti necha mingtada auditoriyada ularga qarata nima degan bo'larding endi ular qizlar nima sabab bilan sizga kelyapti men bilmayman chunki menda chuqur ular hali menga kelmagan ular kuzatib o'tirishibdi chunki ularda chuqur og'riqlar manchalik bormi yo'qmi bilmayman chunki o'zim og'riqlarimni o'zim bilganman и men u qizlarga nisbatan aytgan bo'lardimki bilvosizlarmi natijaga chiqishinglarni his qilyapsizlarmi bo'ldi boshqa joyga o'tmanglar keyingi varroyga o'tmanglar shu yerda to'xtanglar boshqa psixologga o'tmanglar chunki men o'zim juda inju odamman xarakterim anaqam juda og'irda hayotda o'sha o'zimdan kelib chiqib manga tushdimi demak mandan anaqalarga 100% tushadi deb o'ylaymanda ho'p mayli tushish yoqda tursin keyin qizlar tarafga o'tamiz потокda ko'rgansan juda ko'p og'riqlar ko'p edi сложный og'riqlar ko'p edi endi ana shunday og'riqlar jamoasida o'tiribdi bir guruh deydi-ku ular hozir nimani yo'qotishyapti nima degan bo'larding bir ayol sifatida o'tirishibdi lekin hali a'zo bo'lishmaganmi yo'q hali ham o'ylovdadir hali ham balki duolarda kutuvdadir to'g'risini aytaman bir muddat sizni o'sha anaqangiz bo'yicha ishlab ko'ruvdim eslasangiz bir kun kelib ko'rganman o'shani sizni kursingizga a'zo bo'lmoqchi bo'lgan qizlar bilan bir muddat gaplashib ko'rganman-da telefonda o'sha narsa esimga tushdi men faqat o'shani misolida aytishim mumkin chunki bu vaziyatni his qilish uchun o'sha vaziyatda tushib ko'rishingiz kerakda и o'sha gaplashganimda menda qo'rqib ketganman hali unda to'yim bo'lmayotgandi saldan keyin bo'lib ketdida to'yim balkim o'sha qo'rquvlarim ham orqasidan tez ishlab yetkazib qo'ygandir o'shanda qo'rqib ketdim nimaga 45 yosh 50 yosh ayollar bilan gaplashyapmanda qizlar ular aslida qiz bola lekin уже ayol yoshidada ya'ni yoshi bo'yicha возраст bo'yicha lekin hali qip-qiz bola и ular aytyapti yo'q hali tegish niyatim yo'q men palon anaqamga pul to'lashim kerak kreditim bor anunim bor manunim bor o'zi hali bolasi yo'q hali uni qo'pol qilib aytganda bir kun o'lib qolsa tobutini ko'taradigan farzandi yo'qda uyini chirog'ini yoqadigan odami yo'qda lekin hali o'ylab o'tiribdi-da hali men yuragim achishib ketdi-da ularni anaqasini ko'ribdi voy qayerga qarayapsizlar deb dodlagim keldi-da
harakat qilmaysizlarmi, o'zinglar ustinglarda ishlamaysizlarmi, неужели sizlarga kerak emas, xohlayapsizlar-ku turmushga chiqishni, to'g'ri, endi Allohim hammani jufti bilan yaratgan, lekin sandan harakat, mendan barakat deganda, nahotki o'zinglar uchun harakat qilishni xohlamasanglar degim keldi-da. Lekin o'zinglar uchun shunchalik xohlamaysizlarmi, shunchalik uxlab qolganmisizlar domla, o'zi uyg'oq, nafas olyapti, lekin ular o'likda yashayapti-da. O'sha payt yomon bo'ldimda, o'sha payt shu yerdan uchib chiqib ketdimda, o'zim ham bilmayman, o'sha payt yo'q, boshqa hech kim bilan gaplashishni xohlamayman, men ularni ko'tara olmayman, bularni bu darajada befarqligini men ko'tara olmayman dedimda. O'zini shaxsiy hayotiga qiziq emas, shaxsiy hayoti o'zi uchun qiziq emas, birinchi o'rinda emas. Munosabat kerak emas, kredit kerak, uy kerak, karyera kerak. Turmushga chiqishni xohlaymiz deyishyapti. Prosta kelsa-da o'zida. Kerak bo'lsa aytayotganimdek o'sha siz aytdingiz, ikkinchisi yoki ajrashgan. Mayli o'shalar bo'lsa ham tepib ketaveramiz deyishyapti-da. O'zini orzu maqsadi yo'q. Shu yoshda ham yo'q. Men o'shalarni ko'rib juda dasturlangan ekansiz. Yo'q, juda qo'rqib ketdim. Shu holga kelib qolamanmi deb qo'rqib ketdim. O'rtoqlarim bolalik bo'ldik, bolam men bu yoshda, men bu maktabga boryapti, bu yoshga yetdi deganimda men уже vaqtni hisoblashni boshlayman. Meni o'zimda. Aytaman, voy deyman, men tengi o'rtoqlarim уже bolasi 12 ga chiqdimi? Men hali o'tiribmanmi? Qayerda qolib ketdim deb уже men siqilishni boshlayman. Chunki men hozir ham o'ylayapman, erta turmushga chiqsam sraz bolali bo'lishim kerak, bo'lmasam bo'lmaydi. Chunki hali meni bolam 17-18 ga to'lganda men 50 nechidir bo'lib ketaman. Yo'q, hali 40 nechidir emas. Yo'q, yashayman, lekin uni hali uyli joyli qilishim bor, bola chaqasini ko'rishim bor, nevaralarim ham hali to'yini ko'rishim kerak. Men qolib ketib qolaman, o'lib ketib qolamanmi deb qo'rqib ketaman-da. O'sha narsa menga og'riq beradi. Farzand emas. Xo'p, rahmat kattakon. Bugungi kunga yetib kelganing uchun avvalo o'zingni qat'iyatingga, ishonganingga, inshaalloh taklifnomalarni oldim. Boraman, xudo xolisi. Nechinchidirsan, уже deydi-ku, xudo xolisi. Minnatdorman. Men juda ham faxrlanaman, mamnunman. Sendek meni o'quvchilarim, sendek meni singillarim, opa-singillarim borligidan. Rahmat kattakon. Ustoz, uzr, gap nima deydi, oxirgi anaqamni aytib ketaman. Sizga kattakon rahmat. Shu kungacha meni olib kelganingiz uchun, sababchi bo'lganingiz uchun. To'g'risini aytaman, o'sha sizni kursingiz menga uchrashidan oldin Xudodan ko'p so'rardim. Shunaqa savol ketardi, o'sha boya aytganimdek, hamma narsa qilib ko'rdim, nimaga menga yechim bermayapsiz deb o'sha Xudodan ko'p so'raganman-da. O'sha so'raganlarimda menga nimadir shunaqa yechim beringki, men oxirgi o'sha orzularimgacha yetib boray, bilaman, bu meni xom joylarim bor derdim, bilardim o'shanda. Qayerdadir ishlashim kerak yoki nimadir qilishim kerakligini, hech bo'lmaganda nimadir qilishim kerakligini his qilardim, lekin qanaqa qilib o'sha joygacha yetib olishimni bilmasdim-da. O'shanda ko'p Xudodan so'raganimda sizni yetkazgan. O'sha kunlarimga shukr qilaman, Allohga behisob shukr. So'raganimni berganda, sizni o'sha bilimlaringiz orqasidan men shu kungacha yetib keldim. Iloyim hamma niyatlaringizga yetaman. Juda ham xursandman. Rahmat kattakon. Boringizga shukr. Senga ham rahmat. Eson-omon oppoq liboslarda o'zing xohlagan o'sha shahzodang bilan butun umr baxtli garmoniyada yashash va farzandlaring rohatini ko'rish, suyukli rafiqa, suyukli ona bo'lish senga nasib qilsin. Rahmat kattakon. Zo'r.